yangi multserialni kutib oling. Assalomu alaykum. Islom.uz portali barcha mo'min musulmonlarni Ramazon oyi bilan muborakbod etadi hamda Ramazon tuhfalari mavsumini ochiq deb e'lon qiladi. Ramazon oyida katta-yu kichik barcha yurtdoshlarimizning qalbidan o'rin olgan multseriallarimizning yangi faslini e'tiboringizga havola qilamiz. Navbatdagi faslimiz islomiy qissalar deb nomlanadi. Serialning har bir qismida barchamiz uchun ibrat va namuna bo'ladigan dinimizning go'zal axloq, iymon, ixlos, zuhd va taqvo hamda mehr va saxovatga targ'ib qiluvchi ajoyib qissalar bayon qilinadi. Marhamat, multserialimizning ushbu faslini ham oila davrasida tomosha qilib, ibratli qissalardan bahramand bo'ling. Multserialimizning yangi faslini tomosha qiling.